Bu tomoni boshlar ikki tomonlama ekan buni. Keyinchalik ham yuvib metib ishlatsanglar bejolat bo'lar ekan mana. Eng zo'r narsasiki, bu tayda sondig'i bor ekan. Ancha muncha narsalar ichiga olib kirib ketaveradi o'zi mana bilasizlar. Rossiyskiy material ishlangan ekan, behijolat. Keyinchalik ham misol uchun bolishlarini yuvmoqchi bo'lsanglar, olib turib, sekin bolishlarini qaytarib joyiga solib qo'ysanglar, behijolat bo'lar ekan mana. Bolishlari ham ikki tomonlama ekan. Zo'r ekan mana. Mana buni ichiga men ikkita tabletkasi ham kirar ekan. Endi buni gapiradigan bo'lsa hozir mana. Bunimiz ham ochilar ekan mana. Hayda, ancha muncha o'zi ayollar bilan ancha muncha narsalar o'zi sig'ib ketadi. Hatto rossiyskiy displeyda ishlangan mashinalar ham mana. Har tomonlama baquvvat. Buni ham ichiga tushib ko'rsatib beraman mana hozir. Mana sakkizinchilar ham hech bo'lmayapti mana. Sinmaydi, netmaydi xudo xolasa.